2025-yil 27-dekabr kuni ham daraxtda turibdi. E'tibor beringlar, bu juda ham qattiq ahamiyatli joyi. Pink Lady Roziglov originali qanaqa bo'ladi? Aynan mana shunaqa bo'ladi. Roziglov'i xuddi shunday pushti xonim bo'ladi. Bu turadi. Agar siz originalidan olib ekmagan bo'lsangiz, mana shunday turaveradi, sotalmaysiz. Buni hozirgi kundagi narxi ham 5000 so'm. Buni 20000 so'mdan sotilayotgan narxi hozirgi kunda. Har bitta inson o'zi buni aniqlik kiritish uchun o'zini mahalliy bozoriga chiqib narxini so'rashi mumkin. Buni ikki xili bo'ladi do'stlar, hushyor bo'lamiz. Pink Lady Roziglov originali ko'chatlarini kuzgi mavsum uchun yetishtirganmiz. Hozir sotib bo'ldik. Ma'lum miqdorda oz qolgan. Aloqaga chiqarasizlar, pastda nomer qoldiramiz. Ko'chat tanlashda adashmanglar do'stlar. Mana bu Roziglov'i boshqacha bo'ladi. Narxida ham farqi bor. Mevasini, ko'chatini ham narxida farqi bor. 5000 so'm, 10000 so'mgacha bo'lgan holatda narxi u Pink Lady Roziglov chiqmay qoladi. Hushyor bo'lasizlar. Arzon sho'rvasi tatimas degani mana shu joyda bo'ladi. Agar mevalaringni yaxshi pulga sotmoqchi bo'lsalaring, original ko'chat olishlarni maslahat beraman. Videolarga, olmalarga bitta-bitta like bosamiz. Mehnatimizni qadrlaysizlar. Olmaygani kelaverasizlar do'stlar.